Bizdeki inkar qilish psixikasi. Abdori doktor Mamtimin. Hammaylarga ma'lum bo'lgandek, vatandagi lager masalasining o'ttirg'i chiqishi va vatan bilan bo'lgan aloqaning to'salg'iga uchrash natijasida bizning ijtimoiy taratqullarimizda misli ko'rilmagan yangiliklar dunyoga keldi. Xalqimiz ichida yuzlik, ya'ni Facebook, Twitter qatorliq ijtimoiy taratqularni ishlatadiganlar hassalab ko'paydi. Ko'plagan WhatsApp gruppalar qurildi. Xalqimiz bu ijtimoiy taratqular orqali vatandagi vaziyatlarni va xalqimizning ahvolini dunyoga anglatish bilan birga o'z ko'nglida o'ylaganlarini erkin izhor qilishadigan bo'ldi. Xalqimizga o'zaro tunishadigan, o'zaro tushunishadigan, o'zaro fikr almashtiradigan, hatto bir-birini inkor qiladigan, haqoratlaydigan fursatlar hozirlandi. Manga nisbatan xalqimizning tafakkur qilish usuli va psixik ro'yi holatini atrofli ko'zatadigan bir fursat va so'rin hozirlandi. Men bugun uzundan beri kuzatib kelayotgan xalqimiz ichidagi inkor qilish psixikasi to'g'risida ozroq to'xtalmoqchiman. Inkor qilish, ya'ni denial deganimiz iqror qilish, qabul qilish bilan qarshi ma'nodagi so'z bo'lib, u insonlarning o'z mas'uliyatidan qechishning eng oson usuli. Inkor qilish garchi har qanday insonning tabiatida ozdir ko'pdir mavjud bo'lgan xohish bo'lsa-mu, biroq u normaldan assa bir xil ro'yi kasallik hisoblanadi. Men kuzatgan ahvolga asoslanganda bizdagi bu inkor qilish xohishi boshqalardan ig'ir ham doirasi keng bo'lib, xalqimizning kundalik hayotiga ta'sir ko'rsatgidek bir xil ro'yi kasallik bosqichiga yetgandek. Balkim men xatolashgandiman, balkim men uni ko'ptirib aytgandiman. Mayli qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, men o'zim kuzatgan xalqimiz ichidagi inkor qilishga munosabatlik ba'zi masalalarni va o'zimning u masalalarga bo'lgan ko'z qarashlarimni yezib, vatandoshlar bilan o'rtoqlashish qaroriga keldim. Bu faqat o'zimning ko'ztishiga asosan yezib chiqqan shaxsiy ko'z qarash bo'lib, to'g'ri bo'lgan taraflar bo'lsa to'g'ri bo'yicha, to'g'ri bo'lmagan taraflar bo'lsa uni to'g'rilab tushunishinglarni umid qilaman. Bizdagi mavjud bo'layotgan inkor qilishlar. Birinchi, fikr va ko'z qarashda o'xshash bo'lmaganlarni inkor qilish. Ikkinchi, fanni ziyolilar bilan diniy ulamolar orasidagi o'zaro inkor qilish. Uchinchi, islom dini asosi o'rinda turgan davlatlarda yashayotganlar bilan g'arb davlatlarida yashayotgan vatandoshlar orasidagi o'zaro inkor qilish. To'rtinchi, islom davlatlarida tarbiya olgan qarindoshlarning g'arb qimmat qarashini va g'arbning inson haq-huquq tashabbusini inkor qilish. Beshinchi, g'arb davlatlarida tarbiya olgan qarindoshlarning musulmonlardagi an'anaviy odat va ko'z qarashlarni inkor qilish. Oltinchi, eng muhimi, ko'nglimizga va subjektiv orzuyimizga yoqmaganlarning hammasini inkor qilish. Bilishimiz kerakki, har qanday shayning mikro va makro qurilmasi bo'ladi. Shaylarning mikro qurilmasini ko'zatish uchun uni yaqindan ko'zatishga to'g'ri keladi. Shaylarning makro qurilmasini to'g'ri va atrofli ko'zatish uchun uningga sirtdan qarashga to'g'ri keladi.
Çemberekning ichida turgan odam çemberek ichidagi ba'zi inchik nuqtalarni yaxshi va to'g'ri ko'ztalgan bilan eng ko'p bo'lganda çemberekning faqat 145 gradus doirasini ko'ra oladi. Çemberekning 360 gradus doirasini to'liq ko'rish uchun çemberekning sirtiga chiqib qarashga to'g'ri keladi. Shunga çemberekning ichidagilar çemberek teshidagilarni, çemberekning teshidagilar çemberek ichidagilarni inkor qilishning hojati yo'q. Chunki ular bir-birini to'liqlash rolini o'taydi. Shaylarga to'g'ri va atrofli baho berib, to'g'ri yakun chiqarish uchun ikki tarafni birlashtirish, ya'ni çemberekni ham ichidan ham sirtidan kuzatish kerak. Başqalar fikr qilganda vaqtimiz bo'lsa anglab, tafakkur qilib, ondan fikr qilayli. Agar anglag'dak vaqtimiz bo'lmasa, nima da'vatqanligini tushunmay turib, hissiyotimizga tayanib yakun chiqarib, boshqalarni inkor qilmayli. 2015-yili Germaniyada yashaydigan Rona, ya'ni Uyg'urcha ismi Yusufjon degan do'stimiz, men xizmat qilayotgan maktabda Uyg'urlarning to'y odati to'g'risida 2 soatlik ilmiy doklad bergan edi. Men uning dokladini anglab, bir chet ellikning bizning to'y odatlarimizdagi nurg'unlagan inchik nuqtalarning kelib chiqish sabablari va ularning nima ma'nosi borligini bir-birlab o'ttirg'a qo'yganligidan hayron bo'lgan edim. Keyin men nurg'un izlanishlar orqali uning insonlar odatlangan muhitdagi odatlangan shaylarning insonlarda alohida diqqat qo'zg'amaydiganligi bilan munosabatlik ekanligini bayqadim. Demakchi bo'lganim, ba'zi odatlar, ba'zi hodisalar, ba'zi shaylar, mayli u to'g'ri bo'lsin yoki xato bo'lsin, yaxshi bo'lsin yoki yomon bo'lsin, u bizning normal hayotimizning bir qismiga aylanib ketgani uchun u bizga alayda tuyulmaydi. U bizning diqqatimizni qo'zg'amaydi. Bizmi uning mavjudligini farq etmaymiz. Masalan, biz kunda yashagan muhitda biz tug'ilgandan beri mavjud bo'lgan ma'lum shay bizning alayda diqqatimizni qo'zg'amagan bo'lishi mumkin. Shu sababdan u shay kunda ko'zimizga cheliqib tursa-mu, biz uni ko'rmaymiz. Ammo kunlarning birida u shay ushtum-tut ko'zimizdan g'oyib bo'lsa, u bizning diqqatimizni darhol tortadi. Shunga inson ma'lum shayni atrofli kuzatmoqchi bo'lsa, biri uningdan ayrilib sirtdan boqmoq lozim, yana biri boshqalarning ko'zi bilan boqmoq lozim. Normalda biror inson ma'lum ko'z qarash yoki o'zgacha ideyani o'ttirib qo'yganda, mutlaq ko'p qism kishilar uningga faqat u ko'z qarash va ideyaning o'zininki bilan o'xshash yoki o'xshamasligiga, yoki u ko'z qarash yoki ideyani yaxshi ko'radigan yoki yaxshi ko'rmaydiganligiga qarab baho berdi. O'ttirg'a qo'yilgan ko'z qarash va ideyalar o'zininki bilan o'xshash bo'lsa, uni yaxshi ko'rsa, uni qo'llaydi, uningga opirin deyishib, uni madilaydi. Agar o'ttirg'a qo'yilgan ko'z qarash va ideyalar o'zininki bilan butunlay farqli bo'lsa va yoki uni faqat yaxshi ko'rmasa, u ko'z qarash va ideyaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar uni inkor qiladi. Amaliyotda bo'lsa, u ko'z qarash va ideyalar u insonlarning o'zininki bilan o'xshash bo'lg'achqa, uningda hech qanday farq va yangilik bo'lmag'achqa, u insonlar u ko'z qarash va ideyalardan o'zi bilmagan yangi narsalarni o'rganolmaydi. Aksicha, insonlar
dal shu o'zidan farqli bo'lgan ko'z qarash va ideallardan o'zlari bilmagan yangi narsalarni o'rganalaydi. Men yaqinda yozgan Munozir axloqi va bizdagi reallik degan maqolamda bu jihatda tafsili to'xtalgan edim. Yaqinda o'ziga Cassini deb taxallus qo'ygan bir qarindishimiz e'lon qilgan Timtas emas Istanbul degan bir maqola har xil ijtimoiy taratqularda keng tarqatilgan bo'lib, uningga har xil inkaslar tushgan. Ba'zilar uni o'zgacha yozilgan maqola deyishgan bo'lsa, yana ba'zilar uni islom diniga qilingan tuhmat deb inkor qilishgan. Ba'zilar uni xalqimiz ichida mavjud bo'lgan yomon illatlarni yaxshi yo'rtib bergan desa, yana ba'zilar oramizdagi ayrim masalalarni yo'g'initib, xalqimizning diqqatini xato yo'nalishga burashga uringan deb inkor qilishgan. Ba'zilar uni hatto yomon niyat bilan yozgan, xalq ichida ichki ziddiyat paydo qilish uchun yozgan deb inkor qilishyotdi. Yana ba'zilar bo'lsa, u maqolada o'tirib qo'yilgan masala umumlikqa ega bo'lmagan muhim masala emas. Oldimizdagi jiddiy masala lagerni taqash. Oldimizdagi muhim masala xalqimizni hurlikka chiqarish. Agar bizdagi muhim masala hal bo'lsa, ya'ni xalqimiz giribtor bo'lgan dushmanning mustamlikasidan iborat yurak kesili saqaysa, qolgan ishlar o'zligidan hal bo'lib ketadi, da'vatidi. To'g'ri, lagerni taqash hozirgi jiddiy masala. Oldi bilan lagerni taqab, xalqimizni ozroq bo'lsa-mu erkin nafas oldirishimiz kerak. Biroq shuni unutmasligimiz kerakki, xalqimiz yuzlanayotgan tahdid yolg'iz lager ichida emas. Lager Xitoy hukumatining maqsadiga yetishdiki bir vosita. Lager hargizmi Xitoy hukumatining oxirgi maqsadi emas. Shunga lagerning taqilishi bilan xalqimiz yuzlangan tüp masala hal bo'lmaydi. To'g'ri, biz mustamlikadan qutulsak, nurg'un ishlarimizda o'zgarish bo'ladi. Biroq hamma ishimiz o'zligidan hal bo'lib ketmaydi. Yurak kesili hozir xalqarada birinchi nomerli qotil deb atalgan kasallik bo'lib, u haqiqatan oldin davolash kerak bo'lgan, hayot mamot bilan munosabatlik bo'lgan kasallik. Biroq hozirgi zamon tibbiy ilmining eng oliy g'oyasi yolg'iz kasalni davolash bo'lmasdan, balki kasalning oldini olish. Kasalning oldini olish tarixdan beri kasal davolashdek e'tiborga ilinmay kelgan masala bo'lib, hozir taraqqiy qilgan davlatlarda uning muhimligi tibbiy olimlarning alayda diqqatini tortmoqda. Taraqqiy qilgan davlatlarda kasallikning oldini olish uchun ko'plab mablag' solmoqda. Bizchi kasal bo'lib amal bo'lmaganda ondan davolashning qo'yida. Kasal bo'lib salomatligimizni yo'qotganda ondan salomatlikning naqadar muhimligini to'nib yetimiz. Lekin u kasal qanday paydo bo'lgan? Nima sababdan paydo bo'lgan deganni bak o'ylab ketmaymiz. Shu sababdan biz yakan xandonligi mag'lub bo'lgandan keyin, hatto u mag'lub bo'lishdan burungi davrdan boshlab yurak kasaliga giribdor bo'lishga boshladik. Va undan keyin biz bu yurak kasaliga qayta giribdor bo'lib keldik. Gerçi orliqda u yurak kasalimizni davolashga tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsaqmi,
ham qisqa muddatlik azroq yaxshilanish bo'lgan bo'lsa-mu. Biroq davolash yanada unum bermadi. Shuning bilan bir vaqtda bizning yurak kesilimiz yildan yilga og'irlashib ketdi. Chunki biz uning sabablari jihatdan bak ko'p o'ylashmadik. Birsi qopib, biz nima uchun yurak kesiliga giribdor bo'laveramiz? Uning sababi zodi nima deb o'ylab, ba'zi sabablarni o'tirib qo'ysa, ba'zilarimiz qopib, sen nima uchun qo'yib, avval ma yurak kesilini davolashni o'ylashqin. Yurak kesilimiz saqaysa, u o'zligidan hal bo'ladi. Yoki uni keyin o'ylashib olamiz deb fikr qilgan kishini inkor qilsak. Yana ba'zilarimiz u degan kichik masala, bizning yurak kesilimiz bilan nima aloqasi bor deb u fikrlarni inkor qilishdik. Shu sababdan bizning yurak kesilimizning sababini o'ylashga fursatimiz bo'lmadi. Chunki biz yurak kesilining taq sababdan emas, nurg'un cho'ng kichik sabablarning o'rtaq ta'siridan paydo bo'ladiganligini uncha bilib ketmaydik. Chunki biz yurak kesilidan qutulib bo'lolmay, faqat uni davolashning ko'yida edik. Kasalning sababi hal bo'lmasa, u kasalni davolab saqaytgandan keyin uningga yana qayta giribdor bo'ladiganligimizni xiyolimizga keltirmaydik. Shunga qarindoshlar yurak kasalini davolashning muhimligini ta'kidlaganda, ba'zilar uning sababi to'g'risida izdansa, u to'g'risida fikr qilsa, uni aldirab inkor qilmayli. Chunki yurak kesili bir qatim davolab saqaytilgan bilan tal to'kis saqayib ketadigan kasal emas. U yana qayta qo'zg'aladi. Fikr va ko'z qarashdagi farq tufaylidan bir-birimizni inkor qilmayli. Chunki biz binoning oldidan binoni kuzatganimizda, binoning keynida va binoning ichida nima bor, uni kuzatgilimi odam lozim. Biz yuzimizdagi qorni faqat aynak yoki boshqalarning yordami orqali bayqaymiz. Aldirab g'arbni inkor qilishning o'rniga g'arbdagi taraqqiyotga ko'z yugurtib boqayli. Va ularning yaqinqi 100-200 yildan buyangi taraqqiyotining musulmonlar va o'zimizning burunqi qudratli davrlarimizni yo'qotib, hozirgi ahvolga tushib qolishining sabablari ustida o'ylanib boqayli. Savallikni yolg'iz boshqalardan izlamay, o'zimiz nada ketkizib qo'ydik deb o'ylab boqayli. Bizdagi hamma yomon illatlarni yolg'iz o'zimizning mustaqil davlatimiz bo'lmaganligidan izlamay, mustaqil davlatlardagi bo'libmi musulmon davlatlardagi har xil masalalarga ko'z yugurtib boqayli. Agar boshqalarning fikr va ko'z qarshiga qo'shilmasak, o'zimizning haqli ekanligini isbotlash uchun millatimizning nima o'ylaydiganligi to'g'risida bir tekshirish ilib bormay turib, o'zimizni aldirab, butun millatning vakili qatoriga qo'yib, xalqimiz undaq qaraydi, millatimiz mundaq o'ylaydi demayli. Boshqalarga diktator talaffuzida buyruq beradigan ishni texim qilmayli. O'ttirg'a qo'yilgan ko'z qarash va ideyalarga o'xshamagan ko'z qarashimiz bo'lsa, uni shaxsga qarata emas, o'ttirg'a qo'yilgan ko'z qarash va fikrga qaratib o'ttirg'a qo'yayli. Chunki hech kim avliyo emas. Hech kim hammani bilguchi emas. Shaxslarning kim bo'lishidan qat'iy nazar shaxsiy cho'qinish qilmayli.
chunki xatolashmaydigan inson yo'q. Tugidi. 2019 yil 22 sentabr